holdan yomon sifatli o'simta o'sishi mumkin bo'lsa dermatoscopga ko'riladi deb aytdim. Yuyilmay travmada bu. Bitmaydi, ochiq qoladi. Uni lazerda olib beraylik. Lazerdan olaveradi, chetidan bitish kerak, bir-biriga moslik hosil qilish kerak. Odam holni oldiradimi, yo'qmi, o'zi paydiya vaqt bilan ko'rsatib turish kerak. Mutaxassisga ko'rsatib turgan ma'qul, chunki holdan yomon sifatli o'simta o'sishi mumkin o'shani hisobiga. Ras kelgan ekansiz, bitta xolingiz oldirmoqchi bo'lsizmi, hammasini bir marta ko'z bilan ko'riladi. Agar zarurat bo'lsa, dermatoscopga ko'riladi deb aytamiz-da. O'shanga. Holingiz yomon emas, yaxshi. Hech qanaqa bir o'zgarish ko'rganim yo'q. Tuklari joyida yulasizmi? Yuyilmay travmada bu. Yoqmaydi-da, Holni olib tashlagan ma'qulroq. O'zingiz uchun faqat uni kesib olish kerak. Mesni o'sha kerak, ukol qilinadi, kesib olib chop tashlanadi. Sababi hammasi olinadi. Lazerni ham ola olmayman, menimcha holni ham olish mumkin. Lekin uni kesib pat ko'jaga, jiroviy klichetga tushgandan keyin bitmaydi, ochiq qoladi. Uni yopgan ma'qulroq. Bizda shunaqa tushuncha borda keladi, ateroma bor, lipoma degan bor, terisini teggan yong'oqday tuxumdek narsa bo'ladi. Lazerda olib beraylik. Lazerdan olaveraman, u bitmaydi u. Lazerga kichkina narsa qulay. Misol uchun mana bu moshli narsani kesib, skalpelda kesib chop tashlash qiyin, chem grubiy chandiq qoladi. Lekin mana bu sizgidek narsani o'yib olgandan ko'ra chop qo'ysa nima chandiq qoladi, tekisroq qoladi-da. Yoki izini qolishiga ham qarash kerak, bitishiga ham samdoni. Katta narsa bo'lgandan keyin bitish qiyin bo'ladi. U kraydan bitib keladi, chetidan bitish kerak, bir-biriga moslik hosil qilish kerak. Menimcha narsadan moslik hosil bo'lmaydi. Vaspaleniya bo'lib, chandiq bo'lib ketadi.